eski pasporti borlar. E'tibor bering. Bu ma'lumot sizga, ota-onangizga, qo'shnilaringizga chet elga chiqishni rejalashtirayotgan yaqinlaringizga bevosita tegishli. 12 iyuldan boshlab ayrim tartiblar o'zgarishi, eski hujjatlar bilan bog'liq talablar kuchayishi yoki xizmatlardan foydalanishda cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bugun sizga vaziyatni oddiy tilda, kim xavotir olish kerak, kimga bu hozircha taalluqli emas, qanday hujjatlarni tayyorlash kerak, qayerga murojaat qilish kerak, nimalarga aldanmaslik kerak, barchasini batafsil tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim jihatlar aynan mayda ko'rinadigan nuqtalarda yashirin bo'ladi. Hozirdanoq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu xabarni pasporti eski bo'lgan qarindoshlaringizga, mahalladagi qo'shnilarga, ayniqsa yoshi katta insonlarga yetkazing. Chunki ko'pchilik bunda yangiliklardan kech xabar topadi. Keyin esa navbat, jarima, hujjat topshirishdagi muammo yoki safarga chiqolmaslik kabi holatlarga duch keladi. Avvalo, men masalani aniq ajratib olay. Eski pasport deganda ko'pchilik hali ham avvalgi namunadagi fuqarolik pasportini biometrik pasportga almashtirmagan yoki amal qilish muddati tugashiga yaqin qolgan hujjatni tushunadi. Ayrimlarda pasportning muddati o'tgan bo'ladi. Lekin odam ichki ishlar yoki migratsiya bo'limiga borguncha yuraveraman deb o'ylaydi. Ayrimlarda esa pasport bor, lekin undagi familiya, ism, tug'ilgan sana, manzil, oilaviy holat yoki boshqa ma'lumotlar yangilanmagan bo'ladi. Oldin ko'p holatlarda odamlar eski hujjat bilan ham ayrim ishlarni bitirib yurishgan. Masalan, bankda kichik amaliyot qilish, telefon raqam rasmiylashtirish, notariusga borish, kommunal xizmatlarda ma'lumot tekshirtirish, poliklinikaga murojaat qilish yoki davlat xizmatlari markazidan ma'lumotnoma olishda eski hujjatni ko'rsatib, keyin almashtiraman deb vaziyatdan chiqishgan. Lekin hujjatlar bazasi raqamlashtirilgani sayin tizimlar bir-biriga ulanmoqda. Endi hujjatdagi muddat, raqam, seriya, shaxsiy identifikatsiya raqami, yashash manzili va boshqa ma'lumotlar elektron bazada avtomatik tekshiriladi. Mana shu joyda asosiy o'zgarish paydo bo'ladi. Agar hujjatingiz eski bo'lsa, muddati o'tgan bo'lsa yoki bazadagi ma'lumot bilan qo'lingizdagi hujjat mos kelmasa, sizga xizmat ko'rsatish cho'zilishi, qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi yoki umuman rad javob berilishi mumkin. 12 iyul sanasi atrofida tarqalayotgan ogohlantirishning mohiyati ham shunda, odamlar vaqtida tekshirib bo'lsin, zarur bo'lsa hujjatini yangilasin. Keyin shoshilinch vaziyatda qiynalib qolmasin. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Hujjat masalasida eng katta xato odamning menga tegishli emas deb o'ylashi. Aslida pasport masalasi faqat chet elga chiqadiganlarga emas, kundalik hayotdagi juda ko'p ishlarga ta'sir qiladi. Siz uy sotmoqchi bo'lsangiz, meros hujjatini rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, pensiya yoki nafaqa bilan bog'liq ariza topshirmoqchi bo'lsangiz, bank kartasini yangilamoqchi bo'lsangiz, farzandingiz uchun hujjat tayyorlamoqchi bo'lsangiz, shaxsni tasdiqlovchi hujjatdagi aniqlik birinchi o'ringa chiqadi. Endi kimlar birinchi navbatda xavotir olish kerakligini tushuntiraman. Birinchi toifa pasportining amal qilish muddati tugagan yoki tugashiga juda oz qolgan fuqarolar. Masalan, pasportingizda amal qilish muddati 2024 yil yoki 2025 yilning yaqin oylarida tugashi ko'rsatilgan bo'lsa, siz hozirdan tekshirib almashtirish jarayonini boshlashingiz kerak. Chunki ko'pchilik aynan oxirgi haftada yuguradi. Natijada navbat ko'payadi, tizim band bo'ladi, rasmga tushish, ariza topshirish, to'lov qilish va hujjatni olish jarayoni cho'ziladi. Ikkinchi toifa yoshi katta insonlar. Ko'p hollarda otaxon va onaxonlarimiz men uyda o'tiraman, menga pasport kerak emas deb o'ylashadi. Lekin pensioner odam ham bankdan pensiya oladi, tibbiy muassasaga murojaat qiladi, ijtimoiy yordam masalasida hujjat topshiradi, farzandlari ishonchnoma beradi. Meros yoki uy-joy masalasida notariusga boradi. Agar shunday paytda hujjat eski yoki yaroqsiz deb topilsa, ish bir kunda bitmaydi. Misol uchun 68 yoshli fuqaro pensiya kartasini almashtirmoqchi bo'ldi. Bank undan amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat talab qildi. Hujjat muddati o'tgan bo'lsa, bank xodimi o'zicha mayli o'tkazib yuboraman deya olmaydi. Chunki uning tizimi ham hujjat ma'lumotini tekshiradi. 3-toifa chet elga chiqmoqchi bo'lganlar. Bu yerda ikki xil hujjat masalasi bor. Ikki shaxsni tasdiqlovchi hujjat va xorijga chiqish pasporti. Odamlar ba'zan buni aralashtirib yuboradi. Agar siz ishlash, o'qish, davolanish
sayohat yoki qarindoshlikka borish uchun chet elga chiqmoqchi bo'lsangiz, hujjatlaringizning muddati kamida safar davrini qamrab olish kerak. Ayrim davlatlar kirishda pasportning amal qilish muddati kamida 3 oy yoki 6 oy bo'lishini talab qiladi. Masalan, siz avgust oyida safarga chiqmoqchisiz, pasportingiz muddati esa sentyabr tugaydi. Siz hali tugamagan-ku deb o'ylaysiz. Lekin aviakompaniya yoki chegara xizmati sizni samolyotga chiqarmasligi mumkin. Chunki davlatlar faqat hujjat bugun amal qilishni emas, qaytish vaqtida ham muammo bo'lmasligini tekshiradi. 4-toifa familiyasi yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlar o'zgarganlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasi o'zgargan, lekin pasportini yangilamagan. Bankda bir familiya, nikoh guvohnomasida boshqa familiya. Eski pasportda esa yana avvalgi ma'lumot. Bunday vaziyatda notarius, bank, davlat xizmatlari markazi yoki sud organlarida hujjatlarning mosligi masalasi chiqadi. Men o'sha odamman deyishning o'zi yetmaydi. Buni hujjat tasdiqlash kerak. Shuning uchun o'zgarish bo'lganidan keyin hujjatni yangilashni cho'zmaslik kerak. 5-toifa yashash manzili bo'yicha ma'lumoti yangilanmagan fuqarolar. Bugungi elektron tizimlarda manzil masalasi ham juda muhim. Siz qayerda ro'yxatda turibsiz, qaysi hudud bo'yicha xizmat olasiz, qaysi mahalga biriktirilgansiz, ayrim ijtimoiy yordamlar bo'yicha kim sizni tekshiradi. Bularning hammasi manzil ma'lumotiga borib taqaladi. Agar siz bir joyda yashab hujjatda boshqa joy ko'rsatilgan bo'lsa, ish cho'zilishi mumkin. Kimlar hozircha vahima qilmasligi kerak. Agar sizda amaldagi biometrik pasport yoki ID karta bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, muddat tugashiga ancha vaqt bo'lsa, siz shunchaki tekshirib qo'yishingiz kifoya. Ya'ni hamma odam darhol yugurib borishi shart emas. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l hujjatingizni qo'lga oling, amal qilish muddatini ko'ring. Undagi ma'lumotlarni tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, manzil ma'lumoti va boshqa hujjatlar bilan solishtiring. Agar hammasi joyida bo'lsa, sizga ortiqcha tashvish yo'q. Lekin shubha bo'lsa, kutmasdan mas'ul idoraga murojaat qiling. Endi real hayotdan oddiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, fuqaro avtomobil sotmoqchi. Xaridor tayyor, pul tayyor, notariusga kelishgan. Notarius hujjatlarni tekshiradi va pasport ma'lumotidan muammo chiqadi. Amal qilish muddati o'tgan yoki bazada boshqa ma'lumot turibdi. Natijada savdo to'xtaydi. Xaridor kutmay boshqa mashina olishi mumkin. Sotuvchi esa hujjatini yangilash uchun vaqt yo'qotadi. Ikkinchi misol, talaba chet el universitetiga hujjat topshirmoqchi. Ariza topshirish muddati 5 kun qoldi. Pasport nusxasi kerak. U pasportini tekshirsa, muddati juda yaqin tugaydi yoki ismidagi harf boshqa hujjatdagi yozuv bilan mos emas. Bunday xato inglizcha transliteratsiyada ham muammo beradi. Masalan, bitta joyda Shahnoza, boshqa joyda Shahnoza. Uchinchi joyda Shahnoza yozilgan bo'lsa, xalqaro hujjatlarda savol tug'iladi. Shuning uchun oldindan tekshirish har doim arzonroq va tinchroq yo'l. Uchinchi misol, mehnat migranti ishga ketmoqchi. Ish beruvchi hujjatlarni oldindan so'raydi. Pasport muddati yetarli emasligi sababli viza yoki ruxsatnoma jarayoni kechikadi. Bu odam chipta olib qo'ygan bo'lishi mumkin, qarz qilgan aniq bo'lishi mumkin. Bitta hujjat kechiksa, butun reja buziladi. Hujjat masalasida keyin ko'ramiz degan yondashuv eng xavfli yondashuvlardan biri. 4-misol, onaxon ijtimoiy yordamga ariza bermoqchi. Mahalla yoki davlat xizmatlari markazida hujjatlar tekshiriladi. Pasportdagi ma'lumot eski, manzil mos emas. Ariza qabul qilinish cho'ziladi. Onaxon o'zi tushunmaydi. Farzandlari esa boshqa shaharda. Mana shunday holatlar bo'lmasligi uchun men alohida aytaman. Yoshi katta qarindoshlaringizning hujjatini o'zingiz ko'rib bering. Ular internetdagi yangilikni o'qimasligi mumkin, lekin oqibatini aynan ular ko'proq his qiladi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma xabarni bir xil qabul qilmang. Internetda 5 kun qoldi. 2 iyuldan hammasi tugaydi. Pasportlar bekor bo'ladi kabi keskin sarlavhalar ko'p uchraydi. Men ekspert sifatida har doim shuni aytaman. Sarlavha vahma uyg'otishi mumkin, lekin siz rasmiy manbaga qarab ish qiling. Ichki ishlar organlari, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari, davlat xizmatlari markazlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki tegishli idoralarning rasmiy kanallari orqali ma'lumotni aniqlang. Hech qachon faqat bitta audio xabar yoki tanishning gapiga asoslanib qaror qilmang. Ikkinchi nozik jihat, eski pasportning borligi avtomatik ravishda
Siz qonunni buzayapsiz degani emas, lekin u amaliy muammo tug'dirishi mumkin. Ba'zi hollarda hujjat hali yaroqli bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda esa yangilash shart bo'ladi. Farqni bilish uchun hujjatdagi muddat, hujjat turi va siz qilmoqchi bo'lgan ish muhim. Masalan, uyda saqlab qo'yilgan eski pasport tarixiy hujjat sifatida sizda turishi boshqa masala. Amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat sifatida ishlash boshqa masala. Uchinchi nozik jihat, ariza topshirish va hujjatni olish bir xil kun degani emas. Ko'pchilik bugun boraman, bugun olaman deb o'ylaydi. Aslida jarayon hududga, navbatga, tizim ishlashiga, hujjatdagi muammolarga qo'shimcha tekshiruv kerak yoki kerak emasligiga qarab farq qiladi. Agar sizda safar, sud, notarius, bank, o'qish yoki ish bo'yicha aniq muddat bo'lsa, hujjatni oxirgi kunga qoldirmang. 5 kun degan muddat sizga ogohlantirish bo'lishi kerak. Shu 5 kun ichida hech bo'lmaganda holatingizni tekshirib oling. 4-nozik jihat. Ishonchnoma bilan bog'liq vaziyatlar. Agar pasport egasi yoshi katta, kasal yura olmaydigan yoki boshqa sabab bilan idoraga bora olmaydigan bo'lsa, tartibni oldindan so'rash kerak. Ba'zi xizmatlar uchun shaxsning o'zi kelishi talab qilinadi. Chunki biometrik ma'lumot, rasm, imzo yoki shaxsni aniqlash jarayoni bor. Ba'zi holatlarda esa vakil orqali ayrim ma'lumotlarni aniqlash mumkin. Buni taxmin bilan emas, mas'ul idoraga qo'ng'iroq qilib yoki borib so'rab hal qiling. 5-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hujjat almashish, pasport yangilash, navbatni tezlashtirish, bazadan chiqarib berish, jarimani yopish, 5 kunda tayyor qilib berish kabi gaplar bilan pul so'raydiganlar bo'lishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hujjat masalasida pulni faqat rasmiy to'lov kanallari orqali to'lang. Sizga chek, kvitansiya yoki elektron tasdiq berilishi kerak. Hech kimga pasportingizning asl nusxasini telefoningizga kelgan SMS kodini, bank karta ma'lumotlarini bermang. Davlat xizmatini rasmiy idora ko'rsatadi, noma'lum odam emas. 6-nozik jihat, chet elda yurgan fuqarolar. Agar siz O'zbekistondan tashqarida bo'lsangiz va hujjatingiz muddati tugayotgan bo'lsa, elchixona yoki konsullik orqali qanday tartib borligini aniqlang. Chet elda hujjat masalasi yanada nozik, chunki sizga yashash ruxsatnomasi, ish ruxsatnomasi, viza, aviachipta, chegaradan o'tish uchun hujjat kerak bo'ladi. Pasport muddati tugab qolsa, oddiy ish ham murakkablashadi. Shuning uchun chet eldagi yaqinlaringizga ham bu xabarni yuboring. 7-nozik jihat. Bolalar hujjatlari. Ota-onalar ko'pincha o'z pasportini tekshiradi, lekin farzandining hujjatini unutadi. Agar bola bilan chet elga chiqish, maktab, bog'cha, tibbiy xizmat, vasiylik yoki boshqa masala bo'lsa, bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, pasporti yoki ID hujjati, ota-onaning hujjatlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Familiya o'zgargan, ota-onadan biri boshqa familiyada, nikoh yoki ajrim hujjati bor. Bularning hammasi oldindan tayyor bo'lishi kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, bugunoq pasportingizni yoki ID hujjatingizni qo'lga oling, amal qilish muddatini tekshiring. Seriya va raqam ko'rinib turibdimi? Rasm aniqmi? Hujjat yirtilmaganmi? Sahiflar shikastlanmaganmi? Muhrlar va yozuvlar o'chib ketmaganmi? Shularni ko'ring. Hujjat jismonan yaroqsiz bo'lsa ham muammo chiqishi mumkin. Ikkinchi qadam, ma'lumotlarni solishtiring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, jins, manzil va boshqa ma'lumotlarda xato yo'qmi? Nikohdan keyin familiya o'zgargan bo'lsa, yangi holat hujjatlarda aks etganmi? Tug'ilganlik guvohnomasida bir xil, pasportda boshqa xil yozilmaganmi? Ayniqsa xalqaro hujjatlar uchun lotin yozda harflar juda muhim. Uchinchi qadam, qaysi xizmat kerakligini aniqlang. Sizga ID karta kerakmi? Xorijga chiqish pasporti kerakmi? Eski ma'lumotni tuzatish kerakmi? Manzilni yangilash kerakmi? Yo'qolgan hujjatni tiklash kerakmi? Shuni ajrating. Chunki har bir xizmat uchun talab qilinadigan hujjatlar va to'lovlar farq qilishi mumkin. Noto'g'ri navbatga turib, yarim kun vaqt yo'qotmang. 4-qadam, rasmiy joyga murojaat qiling. Odatda bunday masalalar migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari, ichki ishlar organlari yoki davlat xizmatlari markazlari orqali hal qilinadi. Hududingizdagi mas'ul bo'limning ish vaqti, qabul kuni, elektron navbat bor yo'qligi, qanday hujjatlar kerakligi haqida oldindan ma'lumot oling. Agar onlayn navbat olish imkoniyati bo'lsa, undan foydalaning. Bu vaqtni tejaydi. 5-qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Odatda sizga amaldagi yoki eski pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi yoki ajrim haqidagi hujjat
yashash manzili bo'yicha ma'lumot to'lov kvitansiyasi, farzandlar bo'yicha hujjatlar. Zarur bo'lsa ishonchnoma yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Men aniq aytaman, hamma holat bir xil emas. Shuning uchun o'zingizga tegishli vaziyat bo'yicha ro'yxatni rasmiy idoradan aniqlang. 6-qadam. Arizada ma'lumotlarni shoshilmasdan tekshiring. Arizani to'ldirganda bitta harf xato yozilsa, keyin uni tuzatish yana vaqt oladi. Telefon raqamingiz to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Ism, familiya pasportdagi kabi kiritildimi? Lotin yozuvida harflar to'g'rimi? Barchasini xodim bilan birga tekshiring. Mayli, keyin tuzatarlar demang. Hujjatda xato bo'lsa, zarar sizga bo'ladi. 7-qadam. To'lovni faqat rasmiy tartibda qiling. Kvitansiyani saqlang. Elektron to'lov bo'lsa, skrinshot yoki tasdiq raqamini saqlab qo'ying. Agar kimdir menga naqd ber, tezlashtirib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Hujjat masalasida shaffoflik sizning himoyangiz. 8-qadam. Tayyor bo'lish muddatini yozib oling. Qachon kelish kerak, qayerdan olish kerak, SMS keladimi, qo'ng'iroq bo'ladimi, shuni aniqlang. Agar siz safarga chiqmoqchi bo'lsangiz, chipta olishdan oldin hujjat tayyor bo'lishini kutganingiz ma'qul. Chunki pasportdagi kechikish aviachipta mehmonxona ish shartnomasi yoki o'qish hujjatlariga zarar yetkazishi mumkin. 9-qadam. Oilangizdagi har bir odam bo'yicha alohida tekshiruv qiling. Faqat o'zingizni emas, turmush o'rtog'ingizni, ota-onangizni, farzandlaringizni ham tekshiring. Bir oilada 5 kishi bo'lsa, bittasining hujjati muammoli bo'lsa ham umumiy safar yoki umumiy ish to'xtab qolishi mumkin. Masalan, oilaviy davolanish uchun chet elga ketmoqchisiz. Otaning pasporti tayyor, onaning pasporti tayyor, bolaning hujjati esa muammo. Natijada butun reja kechikadi. 10-qadam. Qo'shnilarga va qarindoshlarga tushunarli qilib ayting. Ayniqsa internetdan foydalanmaydigan insonlar bor. Ularga pasportingni tekshirtirib qo'y. Muddati o'tmaganmi? Ma'lumoting to'g'rimi deb ayting. Bu oddiy gap, lekin katta muammoning oldini oladi. Mahallada ko'pincha odamlar yangilikni bir-biridan eshitadi. Shuning uchun bunday ma'lumotni yashirib qo'yish emas, tarqatish foydali. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Agar sizning hujjatingiz yo'qolgan bo'lsa, darhol murojaat qiling. Yo'qolgan pasport bilan bog'liq masalada vaqt cho'zish xavfli, hujjatingizdan kimdir noto'g'ri foydalanishi mumkin. Shuning uchun yo'qolganini rasmiy qayd ettirish, tiklash tartibini boshlash kerak. Balki uyda topilib qolar deb haftalab kutish to'g'ri emas. Ayniqsa sizga yaqin kunlarda biror rasmiy ish kerak bo'lsa. Agar hujjatingiz shikastlangan bo'lsa ham, uni oddiy holat deb qabul qilmang. Suv tekkan, rasm o'chgan, sahfa yirtilgan, yozuvlar ko'rinmay qolgan hujjat ko'p joyda qabul qilinmasligi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatning maqsadi ma'lumotni aniq ko'rsatish. Agar u bu vazifani bajarmasa, muammo tug'iladi. Yana bir amaliy maslahat: telefoningizda hujjatlaringizning rasmiy nusxalarini tartibli saqlang. Lekin xavfsizlikni ham unutmang. Pasport suratini har kimga yubormang. Telegram guruhlarga, noma'lum odamlarga, anketa to'ldirib beraman deganlarga hujjat rasmini berish xavfli. Agar yuborish zarur bo'lsa, faqat rasmiy tashkilotga ishonchli kanal orqali yuboring. Shaxsiy ma'lumot bugun juda qimmatli narsa. Uni himoya qilish ham hujjat tartibining bir qismi. Xulosa qilib aytsam, 12 iyul atrofidagi ogohlantirishni men shunday tushuntiraman. Eski pasporti borlar, muddati tugagan yoki tugashiga yaqin bo'lganlar, ma'lumotlarida farq borlar, chet elga chiqmoqchi bo'lganlar, bank, notarius, pensiya, ijtimoiy yordam, o'qish yoki ish bo'yicha hujjat topshirmoqchi bo'lganlar hozirdan tekshiruvni boshlash kerak. Eng to'g'ri yo'l vahima qilish emas, hujjatni qo'lga olib, muddatini tekshirish, ma'lumotlarni solishtirish, kerak bo'lsa rasmiy idoraga murojaat qilish. Men sizga mutaxassis sifatida eng muhim maslahatni beraman. Pasport masalasini oxirgi kunga qoldirmang. Bitta hujjatdagi kichik xato katta xarajat. Kechikish va asabiylikka sabab bo'lishi mumkin. Bugun 10 daqiqa vaqt ajratib tekshirish ertaga bir hafta yugurishdan yaxshi. Sizning pasportingiz eski namunadami? Muddati qachon tugaydi? Almashtirishda muammoga duch kelganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga, qo'shnilaringizga, ayniqsa yoshi katta insonlarga yetkazing. Hujjat tartibli bo'lsa, ish ham tinch bitadi.